Ovora bo'lma deydi degan asari menga juda ham yoqadi. Assalomu alaykum barchaga. Menga bir xabar keldi. Ya'ni nima deyilgan xabarda? Shashmaqom, maqom deysizlar. Juda og'ir-ku, qanday eshitamiz degan savollar bo'lganda, to'g'ri, har bitta asarda o'zini energiyasi bor, o'zini kuchi bor, insonga bo'lgan ta'siri bor. Endi noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam uzr. Lekin bitta narsa bor, to'g'ri aytasizlar, maqomlarimizda hamma birdek eshita olmaydi. Maqomlarimizda hamma birdek eshita olmaydi. U uchun bilmadim endi. O'ziga yarasha ustozlarimiz aytgan bilim kerak, ilm kerak. Agar maqomlarimizda eshitishga qiynalsangiz, xalq asarlarimiz bor. Bastakorlik asarlarimiz bor. O'shalardan boshlashingizni tavsiya qilib qolardim. Meni o'zimga bitta asar yoqadi. O'zbekiston xalq hofizi Orifxon Xotamov ustozimiz, rahmatli ustozimiz ijro qilgan Chusi g'azali bilan Ovora bo'lma deydi degan asari menga juda ham yoqadi. Mana o'zimning ukam, qadrdonim, hamkasbimiz Muhammad Rizo Hamroqulovdan iltimos qilamiz. Ukajon, bir shingil. Mayli. Yor aylanay desam men sayyora bo'lma deydi. Yor aylanay desam men sayyora bo'lma deydi. Sevdim desem külümsübe Ovora bo'lma deydi. Yo'lingda honim sarpaylayin desem bori yo'g'ingdan ajrabe bechora bo'lma deydi. Mana ko'rib turganingizdek, ustozimizning qo'shiqlari Ovora bo'lma dedi.